Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan. Yana o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Xudo xolasa kecha kungi buqamizni videosini qo'ygan edik. 65 mingdan sotildi deb. O'sha buqamizni hozir yuklagani kelyapti. Ungacha to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Bugungi sanamiz 7-aprel hafta kuniga seshanba. Xudo xolasa mollarimizni oldilari semirdi, sotishga tayyor bo'lib qoldi. Albatta narxlar qanday bo'lyapti, bozorga chiqqanimiz yo'q. Shuni kommentariyada bilganlar yozib yuboringlar. Iloji boricha qanday kiloga qanaqa bo'lyapti? Hozir go'sht qancha bo'lyapti, qaysi viloyatda qancha, shuni ham yozib yuborsanglar. Kim qayerdan kuzatyapti? Uni ham yozib yuboringlar, kommentariyada kutib qolamiz. Buqalarimiz xudo xolasa o'ta zo'r semiryapti. Mana ko'z isboti bilan. Bu katta buqalarimiz. Bular ham o'ta dahshat bu ko'z tegmasin. Yaxshigina semiryapti. Mana polvonimizni ko'ringlar. Bular ikki mahal rejimda baqiladi. Har doimgidek kanalimizda videolari ham bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ikki mahal rejimda baqiladi. Ertalab silo solinadi, orqasidan granullarni yutib beramiz. Keyin yana mollarimizga Andijon ko'rimni yemidan beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi ketyapti. Buni ham tortamiz oyi kelganda, bir oy bo'lganda. O'sha buqamiz oldiga boramiz hozir. To'liq ma'lumotlar beramiz, qanchaga sotildi, necha kilo chiqdi va qancha foyda qoldi. Kelgandagi videosini ham qo'yib beramiz iloji boricha. Mana shu buqamiz ko'rib turganinglardek yaxshi semirgan, 65 mingdan sotildi. 521 kilo chiqdi, 2 kilosi kitga 519 kiloga pul berildi. Qonni to'q holatiga. Bu buqamizni tortganimizni video qilolmadik chunki juda sho'xid ekan. Video qilolmadik. Uzr so'rab qo'yamiz. Hurmatli obunachilar. Bu buqamizga 9 oy bo'libdi. 9 oy oldin 24 million olgan edik 9tasini. Hozir bu o'rtachasi. Uncha kichikroq desa ham bo'ladi. Bu yonidagi oq turibdi-yu, shu ham asha 9 taning ichida. Hozir shopir akalar kelgan. Buqamizni yuklash jarayonini ham iloji boricha syomkasini qilib beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ertaga juda zo'r videomiz bor. Kommentariya shou qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, buqamizni yuklash jarayonidan qisqacha videolar qilib beramiz. Ko'ryapsizlar, ancha semirgan. Ozgina qiyin bo'lishi mumkin lekin. Shunaqangi holatda yuklanyapti mana, ko'ryapsizlar. Tutqich bermas bo'lib ketgan. To'g'risi taroziga chiqarganimizda video qila olmaganimiz uchun sizlardan uzr so'rab qo'yamiz. Давай. Hush. Hush. Mana esalomon chiqarib oldik buqamizni. Yuklangandan keyingi holatdagi buqalarimizni reaksiyasi, qolgan buqalar reaksiyasini ko'rib qo'yasizlar. Ancha to'planib boradi.